Hali ekonom deb ezib oladigan hamda ezib oladigan odamlarga chiqib qo'ylar. Vaqt ekonom ish ne ekan? Hozir endi to'nda-chi, trenchga chiqqan radiatorlar chiqqan uyga o'rnatamiz, menga o'xshab yupqa kiyinib yuraverasiz. Mayli bu to'k hisoblag'ichini boshini yangitib olasiz, o'pirib olasiz. Ya aylantirmaydi. Mana ko'ryapsiz kichkinasini 24 soatda 6 kilovat yoqadi. Bunisi necha kilovat yoqardi? 10 kilovat. 10 kilovat yoqadi. Bunisi 15 kilovat yoqadi. Agar puliga oladigan bo'lsangiz, limitingiz o'tib ketmagan bo'lsa, mana u atiga 2,5 ming so'm. Mana unisi atiga necha pul yoqadi? 10 ming so'm. 10 ming so'm yoqadi. Kilovat o'zingizlar hisoblab olaverasizlar. Menga qarab gapiring. Yeching, ba tonni yechib qo'ying, o'zi menimdan chiqyapti o'zi. Bularimizni narxi 110 dollar, bularning narxi 135 dollar. Kattasi 145 dollar. Garantiyalari bormi? 10 yil batareyaga, 3 yil mexanizmlarga garantiyasi bor. Xo'p, dastavkangiz bormi? Marg'ilon ichidagi shopir bilan gaplashib 12 ta viloyatga chiqarib yuboriladi. Chiqarib yuborilaveradi. Qaranglar, bu narsa sinovdan o'tgan. Ustoz, juda ko'pchilik sinovdan o'tkazdi buni. Endi tokni balandligi necha bo'lish kerak? 190, eng past 190 balandli ko'taraveradi. Ko'taraveradi. 190 dan tushib ketganda isitish chansi pasayadi. Buni yechimi bormi? Yechimini endi yoshlar biladida, elektriklar biladida, biz qayerdan bilaylik? Yechimi, anaqa stabilizator bor-ku, tokni bir xil ushlab turadigan. O'shani qo'yasiz, bo'ldi, yechiladi. Muammo yo'q. Bemalol ko'rasizlar, 2,5 mingdan 15 ming so'mgacha 24 soat yonib turadi. Pastiyamni relaylari bormi, o'zi o'chib yonib, hali termostati bor, migratsiya chiqqanda o'chib yonadi. Ana, bemalol pastiy nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, akamiz o'zlari shatda bo'ladi. Rahmat. Hozir xonga qo'yib bersam bo'laveradi. Kichkinasidan. Bosing gazini.